Qayta tiklanadigan energiya resurslaridan samarali foydalanish yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga intilayotgan O'zbekiston energetika siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Muqobil manbalardan olinadigan energiyaning samaradorligi va tejamkorligi mamlakatda sohaning rivojlanishini rag'batlantirmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston muqobil energetikani rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hudud sanaladi. Buni so'nggi yillarda yurtimizning ko'plab hududlarida tashkil qilinayotgan yangi fotoelektr stansiyalar va ularning samaradorligi misolida ham ko'rish mumkin. Umuman olganda, energiya resurslaridan tejab foydalanish, muqobil energiya manbalarining imkoniyatlarini ishga solish evaziga energiya taqchilligiga barham berish bugun har bir mamlakatning ustuvor vazifasiga aylangan. Respublikamizda ham so'nggi yillarda bu borada tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqdaki, bu bilan energiya taqchilligini oldini olishga erishilmoqda. Ahamiyatli jihati shundaki, bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish, energiya tejamkorligiga erishish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar ham salmoqli natijalar bermoqda. Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti olim va izlanuvchilari, talaba yoshlarining ham aynan shu yo'nalishdagi startap loyihalari, istiqbolli tadqiqotlardagi ishtirokini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida inkubatsiya markazi tashkil qilingan. Ular tomonidan taqdim etilayotgan loyihalar esa o'zining dolzarbligi bilan ajralib, mazkur loyiha va tadqiqotlar turli tanlovlarda g'olib deb topilib, grant mablag'larini qo'lga kiritmoqda. Muhim jihati, ayrim tadqiqotlar mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti taraqqiyotiga hissa qo'shadigan loyihalar bo'lgani bois ham alohida e'tirofga molik. Deylik, universitetning yosh olimlaridan biri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Zafar Fayziyevning suyuqlikli quyosh kollektorlarini atrof muhitning past va yuqori haroratlarida issiqlik tashuvchining muzlashi va qaynashidan himoya qilishning jahon va mahalliy tajribasi mavzusidagi ilmiy izlanish ham dolzarb bo'lib, bugungi kunda keng foydalanishda bo'lgan quyosh kollektorlarini qishda muzlash, yozda esa qaynab ketishini oldini olishga qaratilgan. Yosh tadqiqotchi ushbu izlanishlarni ko'p qavatli uy-joy va binolar, ta'lim muassasalariga o'rnatilgan quyosh kollektorlarida sinovdan o'tkazib, ijobiy natijaga erishishga muvaffaq bo'ldi. To'g'ri, bugungi kunga kelib muzlashdan, qaynashdan oldin olish uchun har xil turdagi issiqlik tashuvchilardan foydalanilmoqda. Lekin olis hududda hamda aholini ba'zi qatlamlarda bunday suyuqliklardan foydalanish anchaga qimmatga tushgani sababli men tadqiqot ishimda yassi quyosh kollektorlarini qishda muzlashdan hamda yozda qaynashdan oldin olish uchun gelikol, antifriz o'rniga ishlatiladigan suyuqlik o'rniga suv ishlatdim. To'g'ri, tadqiqot olib borayotgan vaqtimda aktiv elementdan foydalangan holatda, ya'ni qishda uni avtomatik tarzda suvni tushirish hamda yozda ham buni tushirish. Buni evaziga bizlar energiya tejadik hamda yoqilg'i o'sha issiqlik tashuvchini to'kilib ketmasligini oldini oldik. Bilamizki, quyosh kollektorlarda havo klapanlari qaynab ketish uchun maxsus quvurchalar mavjud bo'ladi. Bu qaynab ketish jarayonida ular chiqib ketadi hamda uni to'ldirish uchun qo'shimcha kuch, qo'shimcha energiya sarflanadi. Shuni oldini olish maqsadida aktiv elementdan foydalangan holatda kollektorlar ishlash rejimini optimallashtirib hamda uni o'sha issiqlik tashuvchisini tashqariga chiqib ketmaslikni oldini olish ishlari olib borildi. Olib borilgan tadqiqot natijasida Samarqand viloyati Payariq tumani Eshimoqsod MFIda joylashgan 120 o'rinli bolalar bog'chasida ushbu qurilmani prototipi o'rnatilib, sinov tajribalari olib borildi. Bu tajribalar natijasida bizlar shu olib borilayotgan, ya'ni issiq suv uchun sarflanayotgan barcha yoqilg'ini tejash, energiya tejash bo'yicha umumiy hisobda yiliga 39 milliondan ortiq so'm miqdorida iqtisod qildik. Bu natijasida bizlar bolalar bog'chasiga sarflanadigan hamda ekologiya atmosferaga chiqarib yuboradigan gazlardan, ko'mirlardan chiqadigan tutun gazlarini ushlab qolish hamda ularni tabiatga zararini kamaytirdik. Bundan tashqari bu qurilmani yuqori qavatlarda va bosimi yuqori bo'lgan, past bo'lgan joylarda ishlash maqsadida Kattaqo'rg'on shahrida joylashgan ko'p qavatli binoning 5-qavatida sinov tariqasida 50 litrlik tizimni o'rnatib sinov tariqasida olib bordik va unda 24 million so'mgacha iqtisod qilindi. Bu iqtisod bilamizki, oila sharoitida yoqilg'i energetikasi uchun katta miqdor sum hisoblanadi. Bu yillar davomida foydalansak, ko'pgina holatlarda o'sha energiya tejash hamda atmosferaga chiqarilgan har xil zaharli gazlarni tutib qolamiz. Universitetning yana bir tadqiqotchilaridan biri Mirjalol Toshtemerovdir.
Yosh izlanuvchan olim sanoat binolarida quruq va issiq sharoitda mikroiqlim yaratish, tunnelli loyiha natijasida sanoat korxonalari, ishlab chiqarish obyektlarida havo sovutish, isitish qurilmasidan foydalanib energiya tejamkorlikka erishish mumkin. Yana bir jihati, ushbu qurilmalarni o'rnatishda import o'rnida kelayotgan uskuna va moslamalar talab etilmaydi. Mahalliy, arzon xomashyolardan, quvurlardan foydalaniladi. Sanoat binolarida mikroiqlim tizimini yaratish loyihasi kapital va ekspluatatsion xarajatlarni 30% ga kamaytiradi. Ularning issiqlik va elektr energiyasi samaradorligini esa 40% ga oshirish imkonini beradi. Energiya tejamkor havoni sovutish va namlash qurilmasi sanoat korxonalarida mikroiqlim yaratishga mo'ljallangan. Ushbu qurilmamiz Intellektual mulk agentligi tomonidan patentlangan va Samarqand shahridagi Daka tekstil fabrikasining binolarida havoni mo'tadillash tizimlarida qo'llanilmoqda, ya'ni amaliyotda joriy etilgan. Havoni qabul qilib, havoni o'sha temperaturasini suvning haroratiga mos holda pasaytirib, namlab, undan tashqari ikkinchi bosqichda havoni sovutishdan iborat bo'ladi, ya'ni xonaga, ya'ni teng taqsimlashdan iborat bo'ladi. Ushbu qurilmamizni qo'llashimizdan asosiy maqsad sanoat korxonalarida quruq issiq iqlim sharoitidagi kasb kasalliklarini, yuqori nafas yo'llaridagi turli xil kasalliklarni oldini olishga ko'mak beradi. Bundan tashqari elektr energiyasini, ya'ni o'sha iste'molini 30% gacha kamaytiradi. Qo'llaniladigan analoglardan farqi, ya'ni o'sha kameramizning gabarit o'lchamlari qisqarganida. Undan tashqari suvni purkashda yuqori bosimdagi nasoslar talab etilmaydi bunda. Nasosimizning quvvati elektr energiyasi iste'moli bo'yicha 30% gacha kamaydi. Bu o'sha amaliyotda sinovdan o'tkazish jarayonida aniqlangan jarayon hisoblanadi. Havoni, ya'ni qish faslida qizdirib berish uchun, ya'ni elektr tendan foydalanganmiz, ya'ni suvni qizdirib, xuddi shunday havoni qishki faslda havoni qizdirib berish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Boshqa analoglarda esa havoni qizdirib berish uchun boshqa sistema, ya'ni boshqa tizimlar amaliyotda joriy qilingan. Bu qurilmamiz insonni organizmiga kerakli bo'ladigan, inson tanasiga kerakli bo'ladigan muqovjalarni ta'minlab berishdan iborat. Hozirgi kunda aytyapsizki, 30% energiyani tejaydi deganimiz, bu 30% energiyani tejayapti. Va biz bu yerda ishlab chiqarish, ya'ni baxmal sexlarida qo'llagan vaqtimizda, baxmal sexlarida aytaylikchi, u yerda 182 milliardga yaqin pul ketyapti ekanda, o'sha energiya sarfi ketyapti ekan. Bu narsani biz qo'llaganimizda o'sha yerda 137-8 milliardga tushdi o'sha narsa. Bu degani 30% dan yuqori tushdi deganda. Demak, maqsad o'sha jamoat joylarida yoki aytaylikchi qanaqadir ishlab chiqarish zonalarida bu narsani qo'llasak, energiya tejamkorlikka biz juda ham erishamiz. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, bugungi kunda universitet olim va ilmiy tadqiqotchilari, iqtidorli talabalari tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari, startap loyihalarining aksariyati o'zining iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligi bilan mamlakatimiz ilm-fan taraqqiyotiga hissa qo'shmoqda. Arslon Ismoilov ham yosh tadqiqotchilardan. U avtomobillarga tabiiy gaz quyish shoxobchalarida ortiqcha bosim hisobiga chiqarib yuboriladigan gazlardan samarali foydalanish mavzusida ilmiy tadqiqotlar olib borib, avtomobillarga tabiiy gaz quyish kompress stansiyasi loyihasini hayotga tatbiq etmoqda. Ushbu loyihasi uchun olim patent olishga ham erishdi. Bu tadqiqot bugungi kunda ham iqtisodiy, ham ekologik samaradorligi yuqoriligi bilan ko'pchilikni qiziqishini uyg'otmoqda. Loyihamning asosiy maqsadi avtomobillarga tabiiy gaz quyish shoxobchalarida ortiqcha bosim hisobiga chiqib ketayotgan gazlardan samarali foydalanish masalasiga qaratilgan. Birgina avtomobillarga tabiiy gaz quyish kompressor stansiyasida 64800 metr kub gaz bir yilda atmosferaga chiqib ketishi aniqlangan hamda buning iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, samarali tomonlari hisob-kitob qilingan. Hamda bu har bitta ishlab chiqarish tashkilotining atmosferaga chiqarib yuborganlik bo'yicha kompensatsiya miqdori bor, tashlanma gazlarniki. Tashlanma gazlarning kompensatsiya miqdori hisob-kitob qilinib, bu ham tadbirkorga bir yilda 10 million so'mdan ortiq kompensatsiya to'lov miqdorini to'lamaslikni kafolatlaydigan ixtiromni yaratganman. Atmosferaga chiqib ketayotgan gazlar avtomobillarga tabiiy gaz quyish shoxobchalarida uchrab turadi. Ya'ni kompressorning ishlash jarayonida, kompressorning o'chirib yoqgan vaqtimizda kompressorda svecha deymiz, shamcha orqali atmosferaga gaz qo'yib yuboriladi. Bu gaz bir kunda 10 metr kubdan 12 metr kubgacha bir marta o'chirib yoqqanimizda chiqib ketadi. Bu jarayon 10 martadan 15 martagacha
avtomobillarga tabiiy gaz quyish shoxobchasining quvvatiga bog'liq holatda soni 10 martadan 15 martagacha tashkil qilinadi. Jizzax viloyati G'aldorol tumani hamda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanlarida avtomobillarga tabiiy gaz quyish shoxobchalarida tajriba sinovlarini o'tkazgan vaqtimda bu bir yilda 64.800 metr kub gazni tashkil qilgan hamda buni iqtisodiy ko'rsatkichi 334 million so'mni tashkil qilgan. Bu borgan sari bilamizki, nafaqat iqtisodiy ko'rsatkich, bu atrof muhit muhofazasini ham tashkil qiladi. Kompressordan tashqari akkumulyator bloklarida, kolonkalarda hamda bosim ostida ishlaydigan qurilmalarda gaz sizib chiqishi yoki bo'lmasa atmosferaga chiqarib yuborilishi kuzatiladi. Hozirgi kunda biz o'sha muammolarni ham oldini olish maqsadida ishchi guruh tashkil qilganmiz. O'sha ishchi guruhimiz bilan loyihalar, patentlar ishlab chiqqanmiz. Zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Bugun barcha sohalarda jahon andozalariga mos bo'lgan me'moriy, muhandislik va texnologik, energiya tejamkor, xavfsiz yechimlarni ishlab chiqishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Samarqandlik yosh olim va tadqiqotchilar tomonidan olib borilayotgan izlanishlar ham ayni shu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Bu orqali ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda energiya tejamkorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish imkoniga ega bo'lamiz. Bu shubhasiz hayotimizni yanada farovonlashuviga xizmat qiladi.